Assalomu alaykum hammaga. Men sizlarga high-tech uy topib qo'ydim. Bir sotu, 5 ta spalni, bitta zal, kuxnya, zo'r yangi high-tech Yevrodom. Shuni masjidda oldi Alisherobodda. Mana ham teng katta masjid qurilyapti. Mirzo-Ulug'bekda katta masjidlardan bittasi bo'lsa kerak bu. Alisherobod mahalla Mirzo-Ulug'bek tumanida. Mana high-tech uy. Uyga kiramiz. Kirishimiz bilan biz katta zal bo'ladi. Yevro remont zo'r qilingan, high-tech sifatda qilingan. Chap qo'limizda kuxnyasi bor o'zini. Kuxnyasi panoramli oynalar bilan, mana katta oynalar bilan qo'yilgan panoramli. Birinchi etajda bitta zal, kuxnya, o'zining spalnisi bor, sanuzorlar bilan birga. Ikkinchi etajimizda 3 ta spalni, o'zining sanuzorlari bilan birga. Mana bu rosti spalni, o'zining sanuzori bor. Birinchi spalnimiz bu, mana bu общий sanuzor, ikkinchi spalni, va uchinchi spalni. Bu uyimizda 3 urovni deydi. 3 urovli uy. Mana hozir 3-urovni ko'rsatamiz. Bir sotu hovlisi yo'q ekan deganlarga mana katta hovli bor. Mana hovlisida mobodosiga mana spalni ham bor. O'zining sanuzori bilan birga. Kimdir ham masjidda oldidan uyim bo'lsin deganlarga zo'rda. Masjid shunday yonida uy. Masjid qurilyapti shutga. Bir sotu 6 ta xona, 5 ta sanuzor, yangi high-tech Yevro uyimizda sotilyapti. Alisherobodda yangi qurilayotgan Mirzo-Ulug'bekdagi masjidning oldida. Narxi 190 ming. Qiziqqanlar bo'lsa telefon qilinglar.